Assalomu alaykum ko'pchilik, yaxshimisizlar? Bugungi programmamni vatanimizga zulmlardan kechib chiqqan bir qozoq yoshiniki 23 yosh hozir Ukrainada Yevropaga qochoq yo'li orqali menish jarayonida shu o'tirdi, shu Ukrainada tutilib kelib shu peshidan o'tkazgan hikoyalarni biz bilan tang baharlanmoqchi. Bizningki Uyg'urlarimizni kechidimi shu nurg'un bexatar joylarga yetkazib ketsam deydigan qarindoshlarimiz ko'p. Shularninki shunday hayot yo'llari ustida, izlanishlar ustida bizga bir foydasi bo'lib qolarmikin? Mau balniki peshida shu yuz bergan ishlarni vatandan qandoq chiqdi, qaysi yerlarga bordi, qandoq qilib tutildi, kamplarniki ichlari qandoq ekan, Ukrainadagi u yerdagi ahvollar qandoq ekan degandek hikoyalarni bir ko'rib anglab boqaylik deb bu programmamni o'rlashtirdim. Ekranimda qozoq qarindishimiz, inimiz Ersin Erkin, yaxshimisiz? Qanaqa ahvolingiz? Yaxshimisiz? Cho'roq qilay. Ekranimga kelganingizga xush bo'ldim. Rahmat. Sizniki shu medianiki kuchi orqali o'zingiz qutuldirish yo'llarini, ya'ni shu Twitterda hamda boshqa sosyal medialarda ishlagan videolaringizni ko'rdik. Andan keyin menga bakrak ta'sir qilgani shu sizniki to'xtamay tirishchanligingiz, hamma yerlar bilan aloqalashganligingiz, barliq faoliyatchilar bilan aloqalashganligingiz, to'xtamay tirishish orqasida shu sosyal mediada bir xil ta'sir kuch paydo qilib, oxiri medianiki kuchi bilan hamda Amerikaninki shu siyosat yo'llari orqali o'zingizni shu Xitoyga qaytarilib ketish xavfidan saqlanib qolganlik shu bir qism jarayondagi shu o'zingizdagi o'ylaganlari hamda yuz bergan ishlarni bir ko'rib so'zlab bersammikin deb ekranga taklif qildim. Oldi bilan o'zingizni bir tunishtirib berib boqamsiz? Vatandan qayerdan, nalarda yurdingiz, qandoq chiqdingiz degandek. O'zingizni bir tunishtirishdan boshlab beringiz. Bo'ldi. Yaxshimisizlar? Mening ismim Ersin Erkin, bu yil 24 yosh. Men o'zim G'uljidin bo'laman. Bultum shu Amerika bir qonunni shu nimadan ma'qullikdan o'tkazgan kezda burun bir chenka deb qo'ydi, bir qonun xiloflik qilganlarni shu tekshirish, shularni uy kirish bek ko'p bo'lib ketdi. Ashkazda men Qozog'istonning vaysiga iltimos qilib kelgan kezdimcha, shu 12 kuncha ayning boshlarida. Ular menga shu bir o'navga, texnik uyga bir kurs ochdik, haqsiz deb bir kadr kiribdi, yong'in deb qo'ydi, shu nimaning ismi. U yer nima bor desam, shu mashina remontchilikni o'rganib bo'lgandan keyin 3-4 ming maosh olib ishlaysa dedi. Ya men Qozog'istonga bormoqchi bo'layotgandim. Agar boradigan ish bo'lsa, men shu kelib bir 2 oydan keyin kirsam kiray deb ularni ruxsat qilib zikrullam deb shu Daduyining soqchisi bor. Yong'in kadridan shu qo'l qo'yib berishi bilan pasport ilishga iltimos qilib, men paysirga berib aran degan oldim. 23 dushanba kuni shu pasport pochta orqali keldi. 24 yil shu Qirg'izga mangdim. Ashkazda har bir oiladan bir odam kuniga shikrat kelib Daduyiga o'ginishchi, yig'in yo o'ginish deb chaqirdi bizni. Men shu kundek bordim. Shun bilan u Qozog'istonga borsam mangulik ashyoq qalaman, ashyoqning vatandoshi bo'laman deb borgandim. Ammo lekin u yerda shu gangting deb qo'ydi, shu lager bilan shu soqchilarning charlash, u bo'ylardan boshqa hamma narsa shu shu Sharq Turkiston o'xshashli bo'lib ketdi. U yerning insoniy huquq degan bilim hech narsa yo'q. Shu bir u yoqdagi faoliyatchilarni shu tutib, sulab, kesib, ham shu 2 oyning 7-kuni shu Pompeo shu yoqdagi qozoqlar bilan mana hol ko'rishib, o'ylab ko'rsam shu g'arb ellarga yetmaydigan shu yoqdan naq bir insoniy mehr muhabbat shundoqlar his qilib bo'ldi. Men shu Yevropaga mangay deb 2-oyda shu turk konsul kirdim. Uning oldida shu Turkiyaga borsang shu yoqqa men o'ngay debchi. Shuni bilan kirsam u kez ular dedi, sen elektronlik viza olsa bu yerga kirishning hojati yo'q. Ammo sen hozircha bormaydi Turkiyaga deb nim qildi. Shuni bilan 3-4 oy karantinda bo'lib, 7-oyning 5-i bilet olib shu Istanbulga keldim. Istanbulga shu 15 kundan keyin 7-oyning 20-siga shu
Sırbistan'a Serbiya dep koydu. Serbiyaga bilet elip oturlukta ama Paris Deygavlı degan aeroportga to'xtab, aşağıda siz bana iltimos qilaman deb o'ylab, ammo aeroportda meni pasportim bir qarab, Turkistonla dedi bilet kesadigan qiz. Boshqalar nim qilib, sen o'tanmaysan, chunki bu yoq o'tish uchun sen Fransiya vizasiga shunga vizang bormi dedi. Yo'q dedim. Undas o'tanmaysan dedi. Ammo mening orqamdagi bir o'g'il bir qiz Xitoy bolalarda, shularni mang'iz deb ularni. Ularni bir o'tirliqda bir davlat qoni to'xtaydigan bir yerga mang'moqchiga ularni so'radim. Bilet berdim desem berdi dedi. Şunun bilan u yerda amalsiz 2 oydek turib qoldim. Anqaraga berib shu iqomatga boshirdim pochta idorasiga. Bir 20 kunda tez chiqdi, 10 kunda chiqib deb haqlar degandan keyin beribdimi. Ammo 3 oy, 4 oy vaqt ketdi deydi. Şunun bilan 9-ayning 24-kuni Sırbistan berib baqa aşaq bilan bir yo'llab bormiki debchi. Sırbistonda 9-ayning 29-kuni Moloko degan davlat bor. Shu ilqa Afrikadan aşağıdan ilqa Fransiyaga to'xtaydigan bo'lib bilet olib, ammo o'tkazmadi. Bu kezde tesing yo'q dedi. Ikkinchi ret 10-ayning 4-yini qildim. Shuning bilan u kunimni o'tkazmadi. Hamma narsam to'liq bo'lmasa, biroq u sen inglizcha bilmaysan-ki deb Google tarjimalarni ko'rsatdim uning. Ya bo'ldi deb boshliqqa o'tkazma degan o'xshaydi. Shuning bilan Belorussiyaga berib baqa, aşağıda bilan bir o'tib baqay. Musafirlarning hammasi shu Sırbistan, Bosniya, shu Balkan davlatlarida to'plashib emasmi? Afg'on, Seriyan, Bangladesh, Ironliklarning hammasi chiq aşağıda. Shuni bilan Belorussiyaga borsam, kirganda meni bek tekshirdi, 1 soat tekshirildim deyim. Yag'an pasport bilan kelgandeklar is qildi deyim. Shuni bilan u yer 4 kun turib, bu yerdan o'tish mumkin emas-ki deb Ukrainaga bordim. Ukrainaga kirsam, oho, u yerda tekshirib, o kezde vizasiz kirishga bo'ldi emasmi? Hozir 7-ayning 31-dan 1-ayning 31-gacha. Shuni bilan u yoqda hamda 11-ayning 3-kuni shu Germaniyaga mangay hamda Polsha kiraman, Polsha taksi bilan aşaqqa Frankfurt ya Berlinga mangay deb 11-ayning 3-i soat 2da chegarada bir taksini nim qilib, chegaraga manda bordim. 4 kilometr qolgan kezde shu chegaraga. Manda agilmada bir 2 askar chiqib oldim, to'rib oldi. Manda stop dedi. Shuni bilan pasport deb men qarab, pasport bilmamni o kezde yurtirib atgandim. Shuni bilan boshliqqa telefon qilib, meni bir lagerga olib bordi. Lagerda un so'rab, atsi yana bir yerga olib borib 3 kun soludi meni. 4-kuni sud bo'lib, u Xitoy elchixonasi bir qizni akapti tarjimonga, u qiz $135 nim qilib, jariman silib, meni Xitoyga deport qildigan bo'ldi. Deportatsiya deb qo'ygan ruscha. Ham uning suddan keyin ilqa meni deport centerda etgan, deport qildiganlarni vaqtcha tutib turgan bir yerga. O'shaga berib qo'l barmoqimni qo'yib rasmga tortib, nim qilib. Shuni bilan Google tarjima bilan menga dedi, har kuni seni 3 soat telefon ishlatish huquqing bo'ldi deb bir Afrikan bir bola bor ekan. Shuni bilan birga yotdim. Atsi 7-slar shu 2dan 5gacha telefon ishlatamiz. Biz ham shunda videolar chiqarib, shunda seriallarga, Bezat akimizga, atyurtik odamlarga ham, Amerikadagi bir palyachilarga ham shu yo'llab men qildim o'zim. Ularni shuna ma'ni men bo'lmaydi, to'g'ri o'zingni bir ilaqa bir anda bir yaxshiroq tushya deb nim qildi. Atsi yana chiqadim shunda. Ats kechda shu ilaqa bulan bil qapti, sen nima uchun bu videolarni taqtsa deb, sen bizni baloga tiqding deb shuni qilib. Shuning bilan u yerda men to'g'ri 35 kun bo'ldim. 3 men shu deport centerga kelgan kezde menga bir nima qo'l qo'ydi-ku. Nimga aytsam, shu birisi xanzocha, birisi ilaqa inglizcha. İsmi, nomu ilaqa, pasport nomer, ilaqa guanamam ilaqa. Shularning hammasini ilaqa adresi, uyamning, ota-onamning telefon nomeri o'zimni qo'l qo'yib berdim-ku. Shunun qarab bilet kesidigan bo'lganda 3 kundek vaqt ketadi. 11lari, 12lari shu
Kiev Minsk degan Belorussiyaning nemisi oldu poytaxtisi. Xoxot degan bir shahar bor 2 Mo'ng'ulning. Minsk Xoxot liniyasida aeroplanga sanmoqchi bo'ldi. Bilet almoqchi. Aşağı nimden faydalanıp üzerinden nimden tatip tamaklarını işte sırtın tatip ular küymepti. Ben özüm hayran kaldım. Ular o sırtqa çıkıp tamak çekkende bir nebelerini tatipçi nim kıldım. Şunun bile aşı o jarayonda men 3 ret aşılar aldap aşağı deport qilmoqchi bo'ldi. Hem ular bilan qarshilik qilib, nim qilib, tillab ümit bilan ümidsizlikning ichida yashadim. Bir iliqqa bir qiyomatga bir ko'pir var, Sirat ko'piri deb qo'ydim. Ashunda bir ko'pirning ustidagi odamdim. Ular kuniga 99 ret deportatsiya degan gapni 99 ret deydi. Hatta men o'ylab qoldim, bu ruschada, ukrainachada iliqqa bir gap qilsa, o'sha deport degan so'zni qo'shib demdi, nima debchi. Qo'rqatdim, ümidsizlandim. Nima uchun bu odam bo'lib kelgandima bu dunyoga deb shu nola qilatdim. Shu Rabbimdim shu mening mushadan qutulib chiqishimni tilaydim. Ammo vaqt o'tgan sari uya aras iliqqa shu videolar chiqargan shu nim ko'rgandan keyin Amerika taraf aralashgandan keyin Yevropa komissiyasi mening nimamni 5 minutga 10 minutga qisqartib etdi telefon. No foto, no video deydim, eskertetti. Men no problem deydim. Şunu bile şu telefon qilsang qil, ammo nim qilma, qalayim qan Facebook'larga chiqmaysa deydi. Şunun bile şu bir odam Marg'ulon Seysanbay deb birsi. Şunu bile 12 ayning 7'si şu sud qaytadi nim qilib, şu meni bu bola şu musafirga bo'ldim, o'sha qasun deb 11-ayning 27-kuni o'sha Gochi dars olib meni siyosatpanohlikqa iltimos sundum. Hem shu iliqqa unsirningmi odamlari Marta degan qiz kelib meni tizimlab, qo'rqma, shu sen panohlik iltimos sunayotgan kezda seni deport qilinmaydi deb o'shunda Aron deganda shunda 7-yillar kechda chiqdim. Ammo shu kuni tushdi menga bir rus tilidagi bir nimalar hujjatlarni ko'rsatdim, shuni qo'l qo'y dedi. Ammo men uning nima ekanligini bilmaydim, ruscha bilmaganlikdan. Google tarjimon bilan menga ko'rsat, bo'lmasa men qanday bilaman nimga qo'l qo'yayotganimni deb. Uningga shunda bilet kesadigan bir qiz botdi. Ashuni desam, u rad qildi. Shuning bilan 7-kuni kechda shu meni qo'yib berdi. Dovitka deb qo'ydi, bir panohlik izdiguvchi degan bir nima bor. Bir oyda bir almashtirma. Az kundan keyin shu lov degan nimasiga viloyatga yana boraman. Shu qisqa qilib deb berdim. Ammo desam so'z ko'p endi. U sizga bergan ruscha materiallarniki mazmuni nima ekan? Qo'l qo'ysin degan materiallarniki. Boshda menga test topshirsa deb menga COVID-19 degan bir so'z borki, ashuni qarab bo'pti test topshirmanki deb qo'l qo'yib beribman. 20 soatdan keyin menga bir ruscha bir nimani akeldim, shuni qo'l qo'yay deb. Nima bu desam, İranlik bir bola vatdi, men bilan birga yotgan. Ashta ruscha biladi, inglizcha. Ashuni o'qatsam, ben bilmiyorum dedi. Türkçe ancha-muncha nim qilamiz. Paranlashatdik. Shuning bilan men uningga Google bilan tarjima qilib ber desam, u rad qilib qo'yib ketib qoldi. Birdamki u İranlik parsi bolmang deydi. Ayol sana yağan dedi deydi. Uningda ya iz Kitaya Kitayskiy gраждан deb shunda bir nimalarni yozibdi. Men Xitoy vatandoshi ismim Arsin Erkin. Men o'z nimam bo'yicha, xohishim bo'yicha shu Xitoyga ketma deb shunda bir mazmundagi bir nima ekan shu. Agar shuni qo'l qo'yayotgan bo'lsam, balkim ahvol boshqacha bo'lishi mumkin. İsmim Ersin Erkin, öz ixtiyorligim bilan Xitoyga ketaman degan gap qo'lamda shunda. Shunday bir materialga siz o'qimagan tildagi bir materialni qo'l qo'ygan dedik shunda.
Ersin erkin ya degan man degan so'z shu 2017-yili oziq ruscha o'rgangan, ammo qolgan nima o'zim tushunmadim. Подписаться deb zo'rla qo'ya deydi. Men uqmay qo'rqib shu kuni. Ham shu kuni telefonni ishkiladim 1 soat nim qilgandan keyin shu Serijan boshqalarga shu nim qilib shu Fujoshi deb qo'ydi shu Amerikadagi ko'p odamlarni qutqazgan odamki, ammo iqtisod jihatdan bir yordam qilib hozirgacha shular shu Amerika kongresslarga deb yurib shularni shu kuni bularga telefon qilib amalsiz meni bo'shtibdi. Ammo 8-yil atdiganda bular Ukrainaning chegara qo'g'dash idorasi meni yana bir sudga beribdi. Bularning nemisi bo'lsa, sababi bo'lsa, bu Ersin Erkinning panohlik iltimosi yana bir hech qanday bir javob bo'g'icha bu qaytadan tutqun qilinib, shu qamoqda yana o'tirish kerak deb. Ammo 10-yil o sud o'zining davlatining qarorini anglab, ularning nemisini rad qilibdi-ku, iltimosini. Shuning bilan hozir shu Ukrainaning Kiev degan shaharda turyapman, shu bir yotoqda. U yotoqda bir pokistonliklar, afrikaliklar bor. Kuni shu 40 dollar, bir 45 dollarlik yotoq. Ammo bu yerda shu market deb qo'ydi, supermarket deb tanlab hozirga berib, nashput olmish, shu bananlarni yeyman. Chunki bu yerda shu cho'chqaning go'shti, qo'y go'shtini topolmaysiz. U bir yiroq bir yerlarga izlab topmasangiz. Bizningki Uyg'ur qarindoshlarniki ichidami shu Turkiyada bo'libmi deportation centerlarga aktidigan ahvollar pat-pat uchrab turadi. Ko'pchilikninki hozir Ersin Erkinimizdagi gaplarini oldinglar shunday bir material kelsa o'zinglar tushunmagan ahvolda hargiz qo'l qo'yib samonlab bo'lmasa ishinglar chatoq bo'ladi deganman degan. Türkçe materiallarni o'qigan chog'da tushunib bo'lmaydigan yoki misollarga boshqa tillardagi inglizcha, boshqa tillardagi shunday mayli dunyoning qayerida bo'linglar, oldinglar ma'noga bir narsaga qo'l qo'y degan vaqtda cho'qim avval bilib bo'lib, mazmunini aniq bilib bo'lib, andan keyin qo'l qo'yishga tegishli qo'l qo'yaylik, bo'lmasa o'zimizniki yo'lini o'zimiz etib qo'ymaylik demoqchi. Hozir turayotgan yeringiz shu boshqa davlatlardan kelgan shu panohlik tiliguvchilar bilan bir yerda turadigan shunday kampga o'xshash bir yer shunaqa. Ya, siz degan u refugee camps, musofirlar lageri. Bunda shaharning o'rtasida bo'lmaydi u musofirlar lageri. U bir odam bormaydigan bir o'rmonlik, shunday bir odam oz bir yerlarga nim qildi. Bu yerda talog'i chiqarg'izmaydi. Ammo bir yaxshi yeri deport centerdan boshqa ilqim shu telefon o'ynash 24 soatcha. Wi-Fi bor u yerda. Talalar chiqib bir top tepish, futbollarni nim qilasiz erkinroq. Abim siz yo'lab bergan ilqa bir siz nim qilgan bir akamiz nimo İzmir'deki shu kampı deydi o refugee campsda. U akamiz yatgan yeri azroq erkinroq, xotirjam, shu vaqtda bor. Balkim kechdim to'qnim o'chirib o'tish mumkin, ammo men yatgan yerda 24 soat o'shunda nima to'qni yandirib qo'yib nim qildi. Ham 4 jas bir nima eshikda shu tomoqimizni berdi. Shuning bilan meni shu sal o'zgacha bo'lganlikdan 5 minutda bir 10 minutda bir qarab maraydi. Bu nima nim qilyapti deb 24 soat o'ziga qo'l sepib qo'yamdi degandekchi. Telefonni shu lagerdagi chog'da faqat kuniga 2 soatdan 3 soatdan ishlatishga ham ruxsat qildi. Shu chog'larda siz videolar oldingiz shunami? 7-yil aman 6-yil sud bo'ldi, 7-yil 8-yil 2 kun shu videolarni tushirib, xatlarni yozib nim qildim. Ammo kech tili bir bular bil qapti shu nima uchun sen jurnalistma deb. Sen nalik bu sen ilqa salohiyat guvohnomangni Xasaki, Regon, avtonomiya degan bir nimalar chiqibdi emasmi? Menda Google tarjimon bilan tarjima qilsa. Sen Qozog'istonlikmi, Xitoynikimi yo qaysi nima deb. Haras ilqa razvedchik deb qo'ydiki, shu men tutilgan kezda askarlar lagerda atdigan soat 7dan boshlab 4 kishi meni so'roq qildi. Ammo ruscha bilmaganlikdan, ularni boshqa uyg'urcha, qozoqcha, xitoycha bilmaganlikdan
Google tercüman bilan nim qildik. Sen jasos deb turib oldi bu. Nima u jasos? Shpion degan o'sha rus so'zi borki, ya men emas deb ular qarchaplaydigan jig'iltidiki odamcha. Agar shular jasos deb turib oldigan bo'lsa, har qanday bir davlat tutilib qolsangiz, jasos, u bu shpion, birini deb birini bog'laydigan bo'lsa, terrorist, u bu degan sizning shu mas'uliyatdan qutulishingiz tez balkim shu davlatning turmusida yetib qolishingiz mumkin. Hech kim sizni qutuldirolmasligi mumkin. Shu iliq Indoneziya turmusidagi bolalar shu o'zi bilmaydigan bir indonez tilini bilmayman, bir nimalar qo'l qo'yib etganlikdan qo'rqib turib, ularni qo'l qo'ygisi yo'q. Bir qo'l qo'ysin bir bilib o'zi o'qigandan keyin xalqlar tushunadigan keyin qo'l qo'yib bo'ladi. Ammo qo'rqinish borlikdan, zo'rlaganlikdan qo'l qo'yyapti. Ham ularga iliq bir shu bir nimani chaplaganlikdan, tamg'urilganlikdan boshqa xalqaro jamiyatni ular ortishamidi. Ham chiqsimi boshqa bir uchinchi davlatning ularni qabul qilishi tezkor to'xtadi. Shuni bilan amalsiz shuna ichinish bir ish bo'ldi. Hozir shu Ahmadboz o'g'lan degan bir qaynishimiz shu yerda turib o'tibdi yolg'iz. Shu yigitning shu yoshining qanchalik azobda hozir ahvolini men o'zim beshim o'tkazganlikdan o'zim shu nimaning kuni ko'rayotganligimni o'zim har kuni o'ylayman rostini desam. Shu ansirash, umidsizlanish, uxlayolmaslik, qor tush ko'rish, tuqqanlari bir o'zini bir nazrlarda shunda bir har kuni qo'rqinchli tush ko'ratdim. Ham uxlayolmaydim. Uxlasam bir 2 soatla uxlaydim. Shu lagerda shu deportation degan hukm kirib olgandan keyin uyqu joyida emas, aram olishlar joyida emas. Shunaqa og'ir ruhiy besimning ichida qoladi. Shunaqa ekanda. Chunki bular Xitoy shu meni aketmoqchi bo'ldi-ku deyman shu rasm 12 oyning biridan tortib menga iliq telefoningni sen bir jurnalistga intervyu beribsa, iliq suhbat beribsa, mana biz ko'rib qoldik, Xitoyga yo'llaymiz, bugundan tortib menga telefon o'ynashing ruxsat yo'q dedi. Shuning bilan iliq yerda so'qishib vaqtim tilishib o'sha yerda va oxiri o'ldigan jangga bo'ldilar deb. Ammo ya deb turib oldi. Neto, no deb. Iran bolalarga berdi shu ishki farslarga. Shu ammo menga bermaydi. Men ularga Serijanning nomerini qo'shib qo'ygan emas, bir deport qildigan bo'lsa, shu Serijanlarga bir xabarlash deb. Shular azroq telefon qilib ingliz tilida. Ularga qism qilib, besim qilib shuning bilan bir qop tamaki oldim. Chunki chorshanba kuni bizga iliq o'z pulimizga bir nima olsang akab berdi-ku. Yezib beramiz. Bir o'zbek ayol botdi, shu bolasi bilan shu Qirg'izistondan kelgan, Qirg'iziston grajdani o'zbek ayol, ona 25 yoshlik, 3 bolasi bilan 3 qiz-ku. O'sha yerda musofir. Ularni qamoqda. Shu qiz menga yezib berdi. Bir kuni shu kuniga 2 soat yoki 3 soatlam telefon ishlatkilib qo'ydi ekan. Shu chog'da siz to'xtamay shundoq videolar olib, jurnalistlar bilan, politsiyachilar bilan to'xtamay aloqa qilishingizda shuni qandoq ilgari qandoq bir turtki bo'lgan shu deganlar to'g'riliq ozroq so'zlab beramiz. Qandoq qilib shundoq o'zini qo'g'dashning usullarini qandoq nadan rostini desam, men sizning o kezda bir medianing kuchi o'zingizni bir nima qo'rqmang degan nimani men ko'rganchu. Uningni oldingi iliqqa qachaq yo'llarni tushundirgan, Kanadaga kelish yo'llari, viz qanday qilib viz oldi degandek. Ammo shu Saudiya Arabistonlik bir qiz o'zini shu aeroportda o'zini qutuldiribdi, 2 kun oshat yetib. Bir akamiz shu Bosniyadan deport qilinib, Qatarda aeroportida o'zini nim qilib shu Washingtonga ketibdi. Ham bulto 2 oyning o'tirlarida bir akamiz iliq O'zbekiston aeroportida iliq o'zining nemisini kesib, shular qarshilik qilib hem telefon tortib olsa shu tozliqchi bir odamning nemisini ilib xabarlash Taylandga
ketidi degandek aşılar bir oylap, men bu neymiş sınap bakmayman dep oylap, amma mening o'sha yerdan chiqib ketishimga şu amma ko'p ishonch qilolmaydim. Amma bo'pla bir sinab boqay. Hech bo'lmaganda o'sha mendan bir ibrat ilib bir bolam shunda haqlarning ogohlantirishiga qaramay Yevropa qochoq yo'lini mengib tutilib qolib, Xitoyga deport qilinib ketibdi deb shu menda bir ibrat bo'lsin deb shu bir chiqarmoqchi bo'lgandim. Ammo o'zim shu o'zimmi bilmayman qanday iliqqa bir o'zimning chiqitadiganligimni. Shu ishqilib bir narsalarga sabab qilib beqing, tirishib beqing. Sizning bir gapingiz bor iliqqa medianing kuchiga sal qaramanglar degancha. Shu barmoq qo'yib o'zini manda rasmga tatib emas, kelgan kezda. Ila shun 3 soat telefon o'ynashga bo'ldi degan shu kallam kirib oldi. Unda o'sma bir tirishib boqay deb o'yladim. Shu. Shundaq medianing kuchiga sal qarashga bo'lmaydi, ko'pchilik shundaq o'zinglarningki peshiga xatarlik ahvollar kamsin, endi navoda kerak kelib qolsa, hargizmi o'zini yana yushurun elib, hech qanday bir untinsizlam Xitoyga qaytarilib ketib qolgan ahvollarniki oldini olish uchun bo'lsa-mu, yoki masalan hozirgidek shu yersin erkin inimiznikiga o'xshash, mayli men deport bo'lib ketib qolsam, meningdan kishilar bir ibrat olsin degan maqsadda shundaq o'zini to'xtamay shu qisqagina telefon ishlatish fursatlaridan foydalanib, shundaq turayotgan joylarini, o'ziniki peshiga kelayotgan kunni, o'ziniki hayotidagi bu xatarni ko'pchilik bilan o'rtoqlashib, shundaq mediada bir xil ta'sir kuch orqali o'zini qutqizishniki yo'lida mana shundaq telefonning kuchiga sal qaramay, shu to'g'ri vaqtda to'g'ri ishlatib, to'g'ri qarorni chiqarib, o'zimizga puxta bo'layli, iliqningdagi nimalar o'zimiz bilmagan materiallar oldimizga kelib mana qo'l qo'y degan chaqda chuqur bir avval bir mazmunni tushunib beqib anandan qo'l qo'yishimiz yoki bo'lmasa bu mazmunda o'zimizga ziyonli bir narsa bo'lsa hargiz mana qo'l qo'ymay turib o'zimizning yo'lni o'zimiz atmayli, o'zimizni bika Xitoyga tutib qo'ymayli demakchi. Bugungi ersin erkin inimiz o'zininki shu hozir nurg'un bir narsalarni o'zining peshidan kechirgan voqeliklarni birdan so'zlab berish jarayonida sizlar his qildinglar deb o'ylayman. Birisi shundoq oldiga o'zi bilmaydigan materiallar kelgan chog'da qo'l qo'ymaslik uchun tushunish, anankin har qaysi davlatlarga mong'in chog'da bir til jihatga qiyinchilik bo'lsa, balki avarchiliklar bo'ldiganlik uchun bir tilga o'zimiz mayli qaysi davlatga bormaydi, cho'qim bir ingliz tili dunyoviy til bo'lgandan keyin ingliz tilini yaxshi bir vaqt chiqarib o'rganaylik demakchi. Anandan keyin kameradan qo'rqmaylik, medianing kuchiga sal qaramayli, anandan keyin o'zimizniki beshiga kelgan kunlarni shunday ko'pchilik bilan o'rtoqlashish orqali boshqalarmi mening beshim kelgan kunlarga shunday kelib qolmasin yoki mendan ibrat bo'lsin yoki mundaq ishlar bor ekan deb o'zining hikoyalarini boshqalar bilan o'rtoqlashgan demakchi. Hozir ham deyirsin erkinki shu Xitoydan chiqishdan burungi vaqtlarni bir so'zlashib baqsa, siz shu vatandagi chog'da nima ishlar yuz bergan bir guvohlik so'zlari sifatida bundoq o'zingizniki anglagan, ko'rgan, bilganlarini o'zingizniki bir chet elga chiqish yoki bo'lmasa shu Qozog'iston chegarasiga borgan vaqtlarda bir jarimani qo'ydi degandek bir gaplarni anglagan, o'sha to'g'riliqni bir so'zlab berib boqam, siz nima ishlar bo'ldi mahallangizda o'rganishga zo'rlanganlar yoki o'rganishga olib ketilganlar degandek bir kimlar tunish bilishlaringiz bormi? Shular to'g'riliq so'zlab berib boqamsiz. G'uljiniki qayerdan dedingiz? Men G'ulja ham G'uljinoyisi. G'uljinoyisi Jeliz bozorida. Dadiniki odamlar nima o'rgansin deb sizni aytmoqchi bo'ldi. Nima dedingiz? Boya shularni tafsiliy deb berib boqamsiz. Shu 11 ayning oxirlari 12 ayning boshlarida shu dadu kadrlari shu uylar kirib shu dushanbadan shu jumagacha attigan soat 7 dan 9 gacha tushdan keyin 2 dan 4 gacha daduga berib yig'izalda shu
yig'in qatnashsizlar, o'g'inish bor debchi. Ba'zi birisiga yig'in deydi, ba'zi birisi o'g'inish bor deb. Bir uydan kam deganda bir odam kelish kerak deb. Men bordim. U yerda borsam, manla bir yosh yigirmachi qolganlarni hammasi 40, 50, 60 shunda bir yosh bolalar yo'q, yosh qizlar yo'q. Shu bir Uyg'ur kadri bizga nim qildi. Maktabdaysizlar, o'g'inish demaysizlar debchi. Shu kampaning nemisinichi. Maktab deb bilsizlar deb ashlarni so'zlaydi-chi. Asosiy mazmunlar ashdi. Shu Nomi o'zgargan lagerlar. Shuna lagerlarni ham shu maktabda ataysizlar degan gap. Shunda aytsa men borgan kun 23-sizlar, 24-ma yong'inga men ketaman bugun. Qo'rg'osqa mang'aman. Agar bilet bo'lsa, mashi, avtobus bo'lsa, bugun ketaman. Yo'q bo'lib qolsa, bilet ilib aytat deganda chegaradan chiqaman deb. U chegaradan chiqish pek tez bo'lib ketdi. 6 yerdan 6 to'soqdan o'tib, shu mangsiz. Ya bo'lmasa shu 6 to'soqdan o'tgandan keyin qarshi tarafning tamojnisiga yaqinlaysiz. Bo'lmasa o'tish mumkin emas. Sizni chet elga chiqarish uchun vizadan sirt shu kompyuterga ma bola chet elga chiqsa bo'ladi, ma bizning odamimiz biz ruxsat desa, shular tekshirib boqadi ekan deb kirgizgan bo'lsa sizning ismingizni, shuni bilan chiqa olasizki. Bultu 2019dan boshlab shu G'ulja, shu Nilqa, Tikas degan nahiyalarning bir qism odamlarning chet elga, Qozog'istonga chiqishiga ruxsat beribdi. Shu pasportlarni so'rab bos taqib men bultu ishkirat berib 3-oyda bir bordim. U Zikrullam degan saqchi. Shu nima u atga ugunlikka tushdan keyin yig'in bor deb birab so'radim, bermadi. Shuning bilan 10-oyda yana bir so'raganda birab yurib talab tug'an yerdim. Shunda katta vaqtda u bizning dadoyning oldida manda futbol maydoni bor. Ham katta nima bilan qarab turibdi. Aka yaxshimisiz deb mashina pasportimni bergan bo'lsangiz, men shu Qozog'istonga berib bir oylik kelay deb. U mening ko'p ishlarim biladi. Ota-onang bilamdi sening chet el chiqligini. Bildi deb aytunda olsa, apani boshlab kel dedi. Shuni bilan pasport evol deb nim qilib aytsa, dushanba kuni atat degan 6da keldik. U kuni bayroq chiqaratdik. Shu men o'zim 2 yilda ishkirib turdim. Shu kuni bayroq qatnashgandan keyin Zikrullah o'zining idorasi jengoyishi deb qo'ydi. Shu kirib opam qo'l qo'yib berdi. U Zikrullahni bir qog'oz chiqarib berdi. Shuni elib sen sojangni oldiga borsa, u qo'l qo'yib bergandan keyin nopus bilim kirib pasportdan olsang bo'ldi deb tushundirib. Shuni bilan Aron deganda o'sha yerdan chiqdim. 2018-yili men shu ishkirga berib mangu biz chet elga chiqishimiz endi mumkin emaska deb o'ylab Xitoy bo'lib ketadigan bo'ldi. Unda olsam ham oxiri Xitoy bo'lgandan keyin shu bo'plar unda Hanzochin bir yaxshi kunay deb ishqarga berib ishlamoqchi bo'lgandim. Ammo u yoqda bir ish topolmay, talalat qilib, vang bola yetib turganlarda yataq kirsam yotqizmay, kimlikim bir qarab bo'lmaydi deb. Azan yataqlar izlaydim. Shanxayga borgan kezda bir kun yataq izlab yotadigan yer topolmay. Kesh bo'lgan Aron deganda bir chat bir yer bor ekan. Shu 100 ko'ylik yataqda yotdim o'sha kezda. Shunda 2019-yili shu 3-oyda qaytib keldim. Qaytib kelishga sabab xalqlarning shu undidorlarning shu pasport berib, viza olsanglar bo'ldi-ki deb anlagandan keyin kelgandim. Ammo u kez bermadi, yozda. 10-oyda yana so'rab Aron oldim. Ishkirda yurgan chog'da shundoq yotoq ololmaslik, kimlikni tekshirsa shu Xinjiang degan gap chiqib qolsalar shu tekshirishlar ig'ir. O'sha gaplarniki hammasi sizning beshingizdan o'tgan. Men Neymongu Bautu deb bir yer bor. Bautu degan shu ishki Mong'olning
Şu bir nemesi, bir şehirçi. Aşağıya bağlan kezde töt küçük yataklar var ki 80 koyul, 50 koyul, 100 koyulluqçu. Üçüye girdim, üçüye men nem qabul qilmadim. Ikkinchi yatak men qo'g'lab chiqarib, tillab. Sen nem poyez stansiyasining oldidagi o. Nimalarni rishat bilan ko'rdingmi? Ha, ko'rdim, nem bo'ldi desam, Yunnandagi ishdan keyin, poyez stansiyasi ishdan keyin sizlardan qo'g'dilish uchun mushlarni yasidi, bildingmi deb. Ayol yaxshiga shavxozi besinchi deb nem qilib, yeri go'n deb. 4-yataqqa kelgan kez o'sha Shinjang manda degan meysa deb bir yaxshi odamga o'sha yetib qoldim. U yerga nim qilib bordim degan ish izlab borgan oshxona bo'lsa, bu mulozimatchilik ish bo'lsinmi, bir ishlab turaychu deb. Chunki u 2018-yili ilaqa bir Sharq Turkistonda mangsingiz xatarlik ko'chalarda bir ish bo'ldimi deb boshda o'ylaydi. Aqsimki o sot bir mashina, saqchixona bir mashina, boshqa adliya bir mashina, shu hamma nimalar qatorib chorlab mangdi-ku. Nega bo'lsam ilaqa shoshan fanjanda bir nima ilaqa bir shaydan bir shayga ya bir noyadan bir noyaga berish uchun shu osonlik millatlar shu kimligini tekkizib kameraga qarab o'tdi. Ammo u Xitoylar chiroyi Xitoyga o'xshash tunganlar tushmaydi. Bizlar tushadi. Biroq birisini haqorat qilayotgandeklar bilindi. Shu o'zingni bir ashyoda bir tug'ilib qolganingga bir yilqi o'zingni bir jinoyatchilik his qilatdiq. Shuning bilan men shu 2019 oxirlarida shu ham uni u yana bir davlatim deb iniqmaydim. Bir tug'ilgan deb xalqlar do'stlarim sizlarning davlat manda deb sizlarning davlat deydim menchu. Ishqilib siyosiy fikrim oshlar bilan o'xshamaydi. Kunas deb bir noya bor. Kunasdan Mo'ng'ul kura degan yerga manganda avtobus bilan. Shu bir og'aynam so'radim, shu nima kommunizm degan nima? Ilaqa O'shunda bir nima bilan so'raydi. Siyosiy jihatlardan uchun. Ham shu chet elga chiqishni o'ylaydim. Aras siz ilk kezde chiqargan ilaqa Ibrohim Qosim deb 19 yoshli bolaning nimasini anglab ko'nglim yerim bo'ldi. U balama ilaqa shu ishkirda Fujian o'lkasida yurgan kezde shu bir chet elga qanday bir chiqarma deb izlab yo'qdi. Men shu balani shu barchaqlat o'ylab qolaman. O'rta Osiyo taraflarga qochoq yo'l bilan shu Tailand, Malayziya, bu Vyetnam, Myanma degan davlatlar qochoq yo'l bilan chiqalgan bo'lsa-mu, ular uning kuni bek tasbot deb tutilib qolgan bo'lsa, bek ichinchilik bo'ladi. Ammo shu ishki Mo'ng'ulning shu sirtqi Mo'ng'ulga shu qochoq yo'l bilan chiqalgan bo'lsa, ular ilaqay musofirlarni nim qildi, qabul qila oladi. Masalan, ilaqay bir Choshen deb bir davlat bor, o'sha yoqdan qochib chiqqanlar shu Mo'ng'uliyaga kirib panohlik qilib ilqa Koreya elchixonasiga kirib ashlarni ilqa diplomatik yo'l bilan o'sha Seulga yo'l qilib qo'ydi. Shu ilqa mayli u viza bilan pasport bilan bir Uyg'urlar shu Qozog'iston, O'zbekiston, bu stanlarga chiqsinmi O'rta Osiyoga? Shu 2017-yillar ilqa saqchilar turkum ularni shu ilqa Xitoyga o'tkazib bergan ishlarim borki, hatto shu Qozog'istonning o'zining ilqa Xitoylardan Xitoy tarafdan kelgan qozoqlarni ilqa vatandoshlik ivosimi, iqomat bo'lsimi o'tkazib beribdi natijasini. Shu sababdan men Qozog'istonning pasportini, u yerning iqomatini olmagancha bo'ldilar diktator davlat nima deb. Ham mushkullar Facebook kunla shu Qozog'istonni niqib o'tirman. Kamchiliklarni shu deb xalqlar bilan tilishib. Ular sen nima uchun Qozog'istonimizga haqorat qilsa deydi. Bu men haqorat qilmadim. Men shu bir rost gap qildim. Rost bir bo'layotgan ishlarni shu deyapman deb ishlarga. Xato bo'lsa xato deyish kerak.
tanqid qilishga tegishli bo'lsa, tanqid qilish kerak albatta. Har qaysi To'g'ri. shu haqiqat taraf turish kerak. Şu masalan Amerika, Yevropalarni maqtashga tegishli ular haqiqatan. Ammo u iliq Arab davlatlari, O'rta Osiyo davlatlariga u hamda rost bir gaplarni desang, ular ochiq kelib, tillab nisbatlanadi. Bir narsa shu ochiq keladigan, lekin shu to'g'rini biz to'g'ri deyishimiz kerak-da. Mana shu xato bo'ldi, mundaq ishlar xato bo'ldi deb o'zimizniki davlati bo'lgan taqdirdimi? Masalan, siz Qozog'iston davlatiga xato qilayotgan ishlar bor bo'lsa, o'tirg'a chiqib bash qilish kerak shunday. To'g'ri. O Qozog'istoningiz o A kuni 18-yillardan boshlab Chingdo degan yuqumliq nemsi nisbatan yuqori bo'layotgan shahardan Chingdodan Olmaotaga uchadigan, ammo qaytmaydigancho. Har ya hapsiga bir shikrat uchadigan nemini ne qilibdi-cho. Ilaqa Xitoylar shu kundan boshlab Olmaotada keldi, ashlam aeroportga berib tatib, Xitoylar kelyapti deb qattiq ilaqa ralla oldu. Ama özlerinin Kazaklarını aşı Şangang, başka Türkiye, İstanbul'dan uçup gelgen, bir amal kılıp bir neçe devlet aylanıp gelgen özünün Kazaklarını çegara nimeler tamojunda tutup kaldı. Hem kayıttırıp etti çok. Dubai o bu yerlerge. Şu çıkılıp bir kileçke yoklu bir devlet de oylayma. Şunun o yerde hem tuğum yok. O pasportunun kirki yok. Şu bir yıldan beri şu Avrupaga ketiş üçün pek köp bedel төлеп kettim. Jinimden ayrılıp tasıl kaldım. Şu Uyghur qarindoshlarga tuqqan millat bo'lganlikdan ham o'zim kichikimdan Uyghur bolalar bilan o'ynab cho'g'gan, turpay ziysi cho'g'gan men. Şu amal bam şu ilaqa normal yo'llar bilan şu Avrupaga berishini, ilaqa amal bam şu qachaq yo'llarni ko'p tanlamasligini. Agar tanlab qolsa ideyasida bir ilk tayyorliklar bo'lishi kerak. O'zimni qanday xizmat tutib qolsam degandekcho. Agar shu Turkiyada turayotgan qarindoshlarning ish pasportim yo'q, iqomatim yo'q, hech narsa yo'q, holatda turayotgan bo'lsa, ham qo'rqinish ichida yashayotgan bo'lsa, shu Istanbuldagi shu Ansir Birlashgan Davlatlar Tashkilotining shu musofirlar komissiyasiga berib tizimlab, tizim deb o'sha bir Panaq aşer başarısı buldu. Hem onunla ularga 3 ayda bir ya 1 ayda bir ilqi nim qilib berdigan, chiqarib berdigan bir nimasi bor. Status deb qo'ydi. Ashning bilan aşer qonunliq holatda tura oladi. O'sha men hozir aytayotgandek azan bir davlat ilqi yataqlarda yatalaydi. Shu kerak bo'ldi ashning. Yo sizden şu ahırkı sözleriniz neymiş şu Uygurlarga bo'libmi Turkiyaga shunday iqomati yo'q, tutmay qilayotgan shunday kishilar qanday deydigan gaplaringiz bor deb so'ramoqchi edim. Hozir shunday yaxshi gap qildingiz. Biz mayli qaysi davlat yashayli shu davlatningki qonun tuzumlariga rioya qilib uningdagi nima deymiz? Qonunsiz turib qoladiganlardan bo'lmayli. Demekçi bu anda özümüzdeki bexatarligiga özümüz alohida ahamiyat beraylik demekçi. Hozir sizningki yoshunda qochoq yo'llarni tanlamay, qonunliq yo'llar bilan chiqqan yaxshi degan gaplaringizga men bek xush bo'ldim. Andan keyin shu Qozog'istonningki qilayotgan bir qism xato ishlarini, ma'mo ishlari xato bo'ldi deb aniq ochiq deyaligingizni bundan men bek xush bo'ldim. Andan keyin o'zingizniki shu bu davlatdan bu davlatga o'tkilish jarayonida o'zingizniki ko'rsatgan tirishchanliklaringizni shunday videolar qilib o'zingizniki tirishchanliklarini oxir natija qazanib hamdan bakrak xush bo'lgan yerim siz hozir deportation degan bu xatardan qutulib bo'lgandan keyin sizningki boshqa kishilarga hamda boshqa tashkilotlarga qilgan tashakkur so'zlaringizdan men bakrak xush bo'ldim. Aşağı deydigan so'zlaringiz bo'lsa qaytadan deydiganlaringizni desangiz bugungi programmani shuncha daxllashtirsak shu taxminan 40 minut 45 minut atrofida bo'libdi.
Sizniki bu işinizga Amerikadan bizniki Uyg'urlarniki ichidan Elshad Hasan apandim, Ko'hbir apandim va boshqa bir qism demokratlar va boshqa masalan Erkin Osiyo radiosiniki jurnalistlar shundoq ko'p kuch chiqarib medialarda shundoq kuch ta'sir qo'zg'agan ekan. Shularga deydigan bir so'zlaringiz bo'lsa, shular bilan oxirlashtiray. Bo'ldi. Aşu manga mushu erkinlik ata qilgan, mening mushu erkinlik chiqishimga sababchi bo'lgan aşu akalarga, hadilarga, kuch chiqargan aşu tashkilotlarga chin qalbimdan rahmat aytaman. Men mushu qo'limdan kelsa mushu qiynalayotgan, shunday bir xavf xatar ichida o'tayotgan shu odamlarga men mushu qo'limdan keladigan holatda yordam qilaman. Ammo shu akalarning, hadilarning man qilgan yaxshiligini menga unutmayman. Hem shu Turkiyadagi shu qarindoshlarning shu qo'rqinchda yashayotgan, o'zining shunday keyingi taqdirlaridan ansirayotgan shu do'stlarga shu o'zini qutqizishlarni o'rganib olmayman deganda shu ansirlarga berishini men qilaman. Hozir ammo mening shu xatardan 100% qutulganim yo'q. Bu yerda ya hech qanday tilni bilmayman, Rusning shahri, pasportim yo'q, vizam yo'q. Ish qilib bosh kunga bosh kelgan botir debdiki. Ish qilib. Sizga rahmat, ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Rahmat o'zingizga. Hammangizga bexatarlik, salomatlik yor bo'lsin. Sizningki meniki programmamga qatnashib o'zingizning peshidan o'tkazgan ishlarning shunday ko'pchilik bilan baharligingiz uchun rahmat aytaman. Ana shu yerda oxirlashtiramdik. Bo'ldi. Ishlaringiz oson bo'lsin. Rahmat sizga. Sizga rahmat.